bu safar ham 0-2 hisobidan yutib ketish bu mana shu haqiqiy Barsani kuchini bildiradi. Avvalambor assalomu alaykum. Mana ko'rdik Barselona jamoasini o'sha ketma-ket ikkita o'yinlari, to'g'ri ta'kidladingiz. Ham alamli, ham mana bunday g'alaba. Endi ochig'ini aytaman, oxirgi El Clasico'dagi g'alaba bilmadim Barselona muxlislariga qanchalik ta'sir qildi. Menga unchalik ham qanaqadir zavq bag'ishlagan yo'q, chunki tatimadi desam ham bo'ladi. Men hali hamon o'sha Inter bilan o'yin xayolida yuribman. Bu birinchidan, ikkinchidan o'sha kuni men sharhda edim. Mashal bilan Qizilqum jamoalari o'rtasidagi o'yinni sharhlab bordim. Parallel ravishda o'yin boshlandi, oxiri 15 daqiqasini ko'rdim. Balki shunga ham bo'lsa kerak. Lekin o'sha baribir o'sha Inter bilan ikkinchi o'yinni yodimizdan chiqara olmayapmiz. Mana hozir o'zimizni har tomonga urib ko'ryapmiz. Hozir ham mana shaxmat akademiyasiga kelib, Sport telekanali chempioni bilan shaxmat akademiyasining chempioni o'rtasidagi stol tennisi bahsida endi hozir shug'ullanib boshlab turgan edik. Qiziq bahs ko'ramiz. Nimalardir bilan o'zimizni chalg'ityapmiz. Lekin agar o'yinga keladigan bo'lsak, birinchi bo'lib o'sha Inter jamoasini men Barselonaning imkoniyatlarini ancha yuqori baholagan edim, lekin ko'rdingiz, Inter qanaqadir o'sha qo'shimcha fazalardan deymizmi, foydalanib o'sha jarima maydonchasi ichidagi tortishuvlar, itarishlar, nimalardir qilishlar, to'p uchun kurashlarda Thuramning, Dumfriesning, Di Marconing, Barellaning xatti-harakatlari evaziga mana shunday natijaga erishishdi. Qaysidir ma'noda otalar farzandlari bilan xuddi to'p tepgandek bo'ldi. Agar yoshini taqqoslaydigan bo'lsangiz, bir tomonlama shu agar ota degan so'zni inobatga oladigan bo'lsak, bu mayli endi Interning g'alabasini biz qabul qildik. Lekin hakamlarning mayli xatosiga to'xtalib o'tirmaymiz. U yerda qanaqadir vardagilar cho'chishdimi bilmadim. Baribir o'yin bo'yicha Barselona raqibdan kuchli ekanligini qaysidir joylarda isbotladi. Inter jamoasining yoshi katta o'yinchilari ham oxirgacha jang qilishdi. Qiyin edi bu 120 daqiqa. Undan avvalgi o'yin 3-3, keyingisida ham kiritilayotgan gollar, bu hammasini ko'rdikki, endi baribir bu hakamlar xato qiladimi, xato qilmaydimi, biz tan olishimiz kerak. Inter nimanidir qilib bo'lsa ham yo'lini topdi. Mana shu Barselonani dan o'tishni yo'lini topdi. Inter muxlislarini bu borada tabriklaymiz. Lekin esingizda bo'lsa, Hasan, men sizga intervyu berganimda Barselona baribir o'sha futbolchilarning tajribasizligi evaziga finalda yutqazadi PSJga deb intervyu bergan edim. Men bitta keyin kutgan edim. Xuddi shunaqa o'yin, xuddi shunaqa aura. Ya'ni bu futbolchilar finalda o'ynay olishmaydi. Casado, Yamal, boshqa yosh o'yinchilar, Pedri, Gavini hammasini oladigan bo'lsak, qanaqadir mana Balde endi qo'shilyapti-ku. Bu o'yinchilar baribir finalning aurasini ko'rmagan. U yerda qanaqadir o'zlarini yo'qotib qo'yishlari bor. Ko'rish kerak edi. Mana shu haroratini ko'rish kerak edi, lekin Inter o'yinchilari u Chalhanoglular, oho, ular hammasini ko'rib bo'lgan, o'sha Fratezilar, gol urgan Acherbilar hammasi ko'rib boshidan o'tkazishgan, bilishadi u yerda qanday harakat qilishni. Mana shu tajribasizlik evaziga PSJda ham bor bu tomonlama. PSJda ham jarima maydonchasi ichida kurashish, o'sha raqibni ushlab turib, bu o'yin qoidasini buzish emas. Barselona ham qiladi bu ishni. Lekin boshqa bu jamoalar, Inter, PSG, Chelseaga o'xshagan jamoalar bu ishlarni juda a'lo darajada bajaradi, hattoki hakamni ham chalg'ita olishadi. Shu bois ham buni unutdik-ku, unutish qiyin bo'lyapti aniqrog'i. Lekin El Clasico'ga keladigan bo'lsak, endi u yerda Hasan, u yerda baribir darvozabon faktori ham bor ekan. Bu rol o'ynadi, chunki Real darvozaboni qayerdadir qutqargan bo'lishi mumkin, lekin baribir o'sha himoyachilar qanchalik yaxshi o'ynasa, darvozabonlar ham zo'r turadi. Darvozabonlar qanchalik yaxshi o'ynasa, himoyachilar ham bundan nima deydi, g'ayratlanib, ular ham yaxshi o'yin ko'rsatishadi. Mana shu narsa Real jamoasida bo'lmadi. Lekin Interda asosiy faktorlardan biri darvozabon. Mana biz ko'ramiz hali finalda darvozabonlar bahsi bo'ladi, ya'ni o'sha Donnarumma bilan Zomerning bahsini ko'ramiz. El Clasico'da to'g'ri aytdingiz, 0-2 hisobidan bu safar ham endi Mbappe urdi, vaziyatlardan foydalandi. Bu safar ham 0-2 hisobidan
yutib ketish bu mana shu haqiqiy Barsani kuchini bildiradi. Ya'ni o'sha biz aytib o'tgan Pedri, Rafinha, Lamin Yamallar, ayniqsa Yamal bu haqiqatan ham bilmadim Messi bu yoshda qanchalik harakat qilgan. Hozir faqat o'ng qanotdan chapga olish kirib tepish emas, boshqacha qiliqlarini ham chiqaryapti, boshqacha variantlarini ham o'ylab topyapti. Trivela paslari, boshqacha paslar, uzatmalar, xohlasa chap qanotga o'tib oladi, xohlasa markazda. Bu Barselonani baribir qiyin edi. Bu Barselona baribir men uchun eng kuchli Barselona, Flickning Barselonasi eng kuchli Barselona deb hisoblayman. Hattoki chiqib ketgan bo'lsa-da. Va endi nima qilamiz? Qabul qilamiz. Real jamoasini to'g'ri 4 ta o'yinda ham mag'lubiyatga uchratdi. 16 ta gol urish Realga o'zi emas. Ancelotti shu 5 ta himoyachimiz yo'q edi deb aytayapti-ku, lekin Carlo baribir Flickning bu Barselonasiga qanaqadir yo'llarini topa olmadi. Balki shu bois ham uni almashtirishgan bo'lsa ajab emas. Mana endi yaqinda almashadi, Xabi Alonso keladi. Chunki Real jamoasining asosiy maqsadi faqatgina o'sha Barsa bilan o'yinda yutish emas, u o'yin tizgini, ya'ni o'yin u yerda yana qanaqadir yangiliklar olib kirish kerak, boshqa o'yinchilarni qo'shish kerak. Mana shu tomonlama balki o'sha Real klubi rahbariyati nimandir kutgandir va bu narsani Carlo Ancelottida sezishmagandir, uni o'zgartirishini. Natijada mana bunday o'zgarish qolaversa Carlo Ancelottini Braziliya hozir so'rayapti, u yerda tajribaliroq, terma jamoa bilan ishlash boshqacha. Xullas El Clasico haqida hammasini o'yin ko'rsatdi. Real Barselona yana bir bor isbotladi. 0-2 necha marta bo'ldi. Atletico bilan, Benfica, yana nechta jamoalar bilan o'yinda comeback, haqiqiy o'sha remontadani ko'rsatdi. Barselonaning ham qiladigan ishlari ko'p. Himoya chizig'i juda ham bo'sh. Inter buni bilardi. Mana Inter bilan bo'lgan o'yinda o'zim ham ketma-ket yozdim. Yo'q, himoya chizig'imiz juda ham bo'sh. O'tkazib yuboryapti, ura olishmadi. O'tkazib yuboryapti, ura olisha olmayapti, lekin sezib turgan edim, hozir gol bo'ladi Barsaga. Himoya chizig'i juda ham bo'sh. Ya'ni bu o'sha Inigo, Kubarsi ayniqsa Kunde bilan o'sha Baldeni yo'qotib qo'ygandan keyin o'yinni qovushmayapti. Araujo umuman jarohat olgandan keyin yana o'ziga qaytib kela olmayapti. U yerda parokandalik yuzaga kelgan. Faqat mana shu markazning kuchliligi, Pedri, Rafinha, Gavi, De Jonglarning, Lamin Yamallarning to'pni nazorat qilib turishi o'zida, Ferranning ochilishi bilan to'p ko'proq, endi Barsani ustunligi shu-ku, to'pni nazorat qilish har safar ham o'sha 70% ga 30% bo'ladi ko'pgina jamoalar bilan. Shuning evaziga bular yopib ketishayotgan edi Barsaning himoyadagi o'sha xatolarini, lekin xatolari bor, juda ham ko'p. Hozir mana o'sha Shestina aytishyapti, nima qilsin bechora, nima qilsin? Himoyachilar o'tkazib yuborishyapti. Qiyin. O'shaning uchun bu yerda ikkala tomonning, himoyachi va darvozabonning o'zaro o'sha mutanosibligi deymizmi, bo'lish kerak, bir-biri bilan bog'liqligi bo'lish kerak. Shu narsani Inter ham bilardi, Real ham bilardi, lekin baribir maydon markazidagi to'pni ushlab turishning hisobiga va hozir Barselona ham bu borada bosh qotirish kerak. Chunki Araujoning o'yini yo'qolyapti. Inigo biroz yaxshi, mana Garcia qo'shildi, gol uryapti. Lekin agarda 4 ta yaxshi himoyachi yana hozir Kunde bilan Balde qaytar, balkimki markazda 2 ta yaxshi himoyachi bo'lsa, chap qanotga bitta o'yinchi olsa Barselona ancha kuchayadi. Hozircha himoya chizig'imiz talabga javob bermaydi. Hattoki biz ko'pincha gapirishadi, nimaga himoya eng kam gol o'tkazgan jamoa eng kam gol o'tkazyapti-ku degan gaplar bo'ldi, lekin gap eng kam o'tkazayotganida emas edi, gap vaziyatlar sodir etilayotganida, raqib jarima maydonchasi, o'zini jarima maydonchasi ichida raqib o'yinchilar bilan qanaqa kurashishni bilishmaydi. Bitta Araujo bor edi, u ham orqa tomonga ketdi va natijada mana bunday ketma-ket gollar o'tkazib yubordi. 7 ta gol Interning o'zidan. Aytayapman-ku, o'sha bo'sh tomonini bilib oladi jamoalar va kurash olib borishadi va shu bilan birgalikda kuchli tomoniga raqiblar tur bera olisha olmayapti. Lekin o'ylaymanki, agarda ikkita markaziy yaxshi himoyachi bo'lsa, Barselona keyingi yil xuddi o'sha Yamal aytgandek, bundan da yaxshiroq o'yinlarni namoyish etadi.
Yo'q, men umuman qo'shilmagan bo'lardim. Buning uchun Usmon Dembele finalda 3 talab gol urish kerak. Finalda 3 talab gol ursagina u mana shu 5likka kirib olishi mumkin deb o'ylayman. Hali ular nima desa deyaversin, ko'proq mana shu Yevropa Chempionlar Ligasini finaldagi natijaga qaraladi deyishadi, lekin menimcha hozir ham Lamine Yamal, Rafinha, Pedri, Salah bor u yerda favoritlar qatorida va balki darvozabonlardan qaysi biridir qo'shilib qolar, Zommermi, Donnarummami. Xullas kalom u yerda menimcha bo'ladi. Dembele ham, men baribir hozir ayni paytda Rafinhani asosiy da'vogar deb hisoblagan bo'lardim. Endi Dembele finalda o'ynayapti, lekin unda ham aytishlaricha hali kichik jarohat bor, to'laligicha bitmagan. Bilmadim u qanchalik jarohatidan forig' bo'ladi. Finalda oson bo'lmaydi. Men 3 ta gol uradi deb o'ylamayman. Bilmadim. Baribir keyinchalik Barselonaning mana bu yorqin o'yinlari finalni ham bosib ketsa kerak. Barselonaning bu mavsumda o'tkazgan yorqin o'yinlari 3 ta kubokni qo'lga kiritgani Yevropa Chempionlar Ligasi finalini ham bosib o'tib ketib, haligi siz aytgan manbalar yana 3likka qaytib, 3tasidan kimni tanlaymiz deb qolsa kerak. Rafinyanimi, Pedrinimi yoki Yamalnimi? Oxir oqibatda bu meni taxminim Rafinha olib ketsa kerak.